Oshqozon, gastr. Oshqozonga kirish teshigi, ostium cardiacum. Oshqozondan chiqish teshigi, ostium pyloricum. Oshqozonning oldingi devori, paris anterior. Oshqozonning orqa devori, paris posterior. Oshqozonning kichkina egriligi, curvatura ventriculis minoris. Oshqozonning katta egriligi, curvatura ventriculis majoris. Oshqozonning kardial o'ymasi, incisura cardiaca. Burchak o'ymasi, incisura angularis. Oshqozonning bo'ylama burmalari kirish va chiqish teshigini o'zaro bog'laydi, faqatgina kichkina egrilik sathida bo'ladi. Oshqozon kanalini hosil qiladi. Kanalis gastrika deb aytamiz. Oshqozonning tubida va tanasida yulduzsimon burmalar bor. Oshqozonning chiqish teshigi sathida esa halqasimon burmalarni biz uchratishimiz mumkin. Oshqozonning pilorik qismi ikkita qismdan: antrum pyloricum, uning kengaymasi va canalis pyloricus, uning kanalidan iborat.